Assalomu alaykum Ramzuz kanalining obunachilari. Assalomu alaykum Chorva YouTube ishqibozlari. Ko'chatlar haqida bo'ladi bugungi videomiz. Toshkent viloyat To'ytepa sentridan Abdulloh ukamizning yangi partiya bilasizlar, har doimgidek zo'rlarni olib keladi. Hurmatli obunachilar, zo'ri bo'lsin, 1-2 so'm qimmat bo'lsin degan akalarimiz kelaversin. Qimmat deganda qanaqa? Mol o'zi bilan narx qo'yilyapti, lekin sifat ko'chatlarni olib keladi har doim. Bugungi sanamiz 18-aprel. Abdulloh ukamiz xonadonida mana o'zlari o'tgan partiya qolmabdi-ku hech narsa. Sotib oldimmi? Sotib oldingizmi? O'ntasi ketdi. Bir kunda ketdimi? Bo'ka, Oqqo'rg'on. Ana siz ana nima deydi? Negativli kelaveradi, gapiraveradi. O'shalarga gapingiz bormi? Ular birinchi bozorni ko'rsinda, keyin gapirsin. Misol. G'irt bekorchilar bo'ladi-yu. O'shalar gapiradi-da. G'irt bekorchilik qiladigan ish yo'q. Bozor tushunganlar mana olib ketyapti. Bozor ko'rib, to'pador bozor ko'rib yurgan, bozor narx-navosini bilgan odam shunday ko'ryapti, telefon qilib olib ketyapti. Sotilib ketyapti akalar 1 kun 2 kunda. Uzoq shunda, uzoq kun sotiladi. Shunaqa. Mana Bo'kadan kelib olib ketishyapti. O'zimga telefon qilib, Ramzaga qanaqa buqalari, o'sha ekranda ko'ringan buqalar haqiqatan ham yaxshimi? Ularga ham yolg'on gapirilmaydi. Ana ko'zingizga yoqqanini aytsangiz, men o'shaning ta'rifini beraman. 10 ta yangisi. 10 ta? 10 ta. 10 ta chiqaryapmiz bugun ham. Ichida bitta galsteni bor. Hurmatli aka-ukalar, galsten ishqibozlari bo'lsa, mana bitta cho'tkisini olib ketdi bu ham. Qaranglar, bo'yi birdan baland buni. Necha oylik bo'lgan mana shu? 6 oylik. 6 oylik galsten buqacha. Ishqibozlarga sotiladi hammasi. Bir-maketdan hozir debda ko'ringlar. Kimga qaysi bir yoqqan bo'lsa, telefon qilib savdosini qilib ko'ringlar. Dastlabkalari o'zimiz yaqin atrofga qilib beriladi. Ko'p olganga menimcha Toshkent viloyati bo'ylab dastlabkalarni qilib berishadi. Bu albatta kelishuvga bog'liq. Eng yengili necha pul, eng qimmati necha pul, Abdulloh? Eng yengili 9,5 bo'lsa, mayli. Eng yengili? Eng yengil, eng qimmat 16 million. 16 millionlik ko'ramiz. Mana. Mana shumi? Bitta. Joning sog' bo'lgur, ko'z tegmasin deb qo'yasizlar, hurmatli obunachilar, lekin buqaga 5. 6 oylik buqani o'zingizlar bag'on berib o'tasizlar. Buqamiz bo'ylab 120 chiqadi bemalol. Qaranglar. Necha pul qilib berasiz shuni? 16 million beraman o'ziga uni. 16 million o'tib beramiz, a? O'tib beraman. Mana hurmatli obunachilar, zo'r buqalagan, sifat. Bozorda Greenfordda ham 17-18 millionga olib boqyapti odamlar mana. O'zimizni ko'chat, o'zimizni sifat. O'zimiz jaydarni buqani o'zingizlar ko'ringlar mana. 16 million kam bor ekan. Buningizni necha pul qilib berasiz? 12 million o'tib beraman. 12 million so'm o'tilar ekan. Bo'ylari 1 filisov bu ham. Mana. Qaranglar, bitta odam yozadi, molni bo'yinni ko'tarib baylab qo'yib, mol jim turish uchun baylanadi. Shunaqa o'z sizga katta ko'rsatib, bu narsa kerak yo'q. Odam ham odamlar kelib ko'rib olib ketyapti bu mollarni. Hozir bu yerda kaltava qo'yilsa, bular jim turmaydi. O'shaning uchun bo'yin ko'tarib boylaydi ko'pchilik. Mana, mol bozorda ham e'tibor bersanglar, buqalarni bo'yinni ko'tarib boylab qo'yishadi. Chunki buqa bozorda jim turmaydi. Ha, sariqlarni necha puldan qilib beramiz? Darzaga 4 ta o'sha, galsini qo'shib 4 ta bir joyga yasada, 12 million o'tib beraman xayriga. 4 tasiga 4 tasi bir joyda. Bir joyda bo'lsa 12 million so'm xayri bor ekan. Lekin sifat degan bor ekan, lekin ham o'rtadagi ham yomon zo'r ekanligi bor. Bular davri keldida bularni hurmatli obunachilar, bitta olib, dalasi borlar, dalada uyda atrofi bo'lsa, bemalol kuzgacha ham katta qilib qo'yasiz-da. Hozir ko'chadan hammasi tekin keladi. Yozda tarvuz po'choq boshlansa, yog'i buje mazza bo'ladi. Buqalar ham zo'r o'zgaradi. Kimda keyinlik dala joyi bo'lsa, mazza qilib yuradi. Kuzgacha ham katta bo'lib qoladigan variantlari. Ko'chatlarning lekin zo'rlari kelib bu safar ham. Tepma. Yomon qaratish ham yo'q. Xo'p, uchalasini 12 dan, 4 tasini 12 dan o'tib beramiz. 12 da kami bor. Kami bor-a? Bor. Hurmatli obunachilar, mana. Bu maydalaringiz-chi? Maydalani. Bunisi 12 million. Bunisi 10 million. Ana pul yengil so'rashganiga g'ib bekorchilar o'tiradigan bitta hozir. O'shalar 9,5. Qarang, hozir bular sal, ya'ni haqiqatan ham sifatda, shunday bo'yi sifati past bo'lsa arzon bo'ladi, to'g'rimi?
Uning farqi sifatida rol hamma joyda. To'ppa-to'g'ri. Mana akalar, buqalar lekin zo'rlari mana. Cho'rlik. To'g'ri burchak. Xudo olasa kelajagi ham shunga yarasha bo'ladi. Bitta bambayat 9,5lik. 9,5likka shoshilib qolamiz, hurmatli obunachilar. Bitta o'zi. Bitta. Bo'yi sal birdan past necha oylik bo'lgan bu? 4 oylik. 4 oylik buqani ko'ryapsizlarmi? Sutga to'yib o'sgan yaxshi sigirda bolalarida bular. Nomerlarni qoldiramiz pastda, telefon savdosini qilib ko'ringlar. Bozordan o'tib ketish yo'q, bozordan qolib ketish yo'q. Bozor narxida bo'lyapti hamma narsa. Misol uchun bular bitta ertaga bugun sotilmas, ertaga bozorga ham chiqib ketaveradi. Mana. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Mana bitta olib chiqib beramiz. Mana. 12 xayri bor shunga. Mana akalar. Buqalar lekin zo'r, chiroyli. Mana. Hammasini ham ko'ring. Joning sog'ligi 16 lik ukasida. Mana. Uzog'i 2 oyda o'shanga yetib oladi-da bular. Qarang. Mana akalar. Mana bu ukalardan hatto ikkitasi zo'r o'tiribdi lekin. Alta bo'yi soqlaydi. Dahshat buqa bo'ladi-da bu. Molxonaga necha proyektni o'g'irlab olinglar, ko'rib, lekin haqiqatan ham biz ikkinchi etaj qilib, bu yerdan tomga chiqib, bunaqasi yo'llarni qilib chiqarganmiz. Lekin mana bitta naves qilingan, bu yog'iga oqil qilingan, mazza qilib mana 20 ta kamida molga joy qilinib. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar.